$1000 boshlang'ich to'lov bilan Nasiya savdoga chiqadigan mashinamiz. Assalomu alaykum, ben Bozor Rus kanalining kuzatuvchilari. Bugun sotuvimizda BMW E34. Mashinamizning tan narxini 5900 deyaptilar. Egalari telefon qilib naqdga bo'lsa kelishsanglar bo'ladi. Agar Nasiya savdoga oladigan bo'lsanglar, egalariga telefon qilib, uni ham kelishib, bemalol baraka qilsanglar bo'ladi. Обязательно kelib tekshirib olishinglarni maslahat beraman mashinani. Hop, ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, 94-yil M30 3,5 litr mexanik korobka bilan jihozlangan, 18 dyumdagi raznashiroki original 37 stil diskalari, mashinamizning lyuklari mavjud ekan. Hop. Sразу aytib ketdik, kuzov taraflama, salon taraflama ishlari bor. Mayda-chuyda ishlari bor. Shuning uchun kelib tekshirib, ustinglar bo'lsa, ustinglarni olib kelib tekshirtirib, shoshilmay xarid qilsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Lekin $1000 bilan juda ham zo'r proyekt qilaman, bitta 34 haydayman deb orzu qilganlar uchun egalari bilan kelishib, sekin-sekin to'lab qutulib olasizlar. Lekin video juda ham chiroyli o'rtoqlar. Salon qismini ko'rsataman sizlarga. Salon qismimizda Dorest. Sizenalar yaxshi turibdi. Menga ikkita oldi apshipka qismi yoqmadi sal. Shuni to'rtta apshipka qo'ydirib yuborsanglar. Patoglarimizni qoraytirilgan ekan. Tabloda ko'rsatmadi probegini o'rtoqlar. Hop. Gidravlikalari elektronik qilib qo'ygan ekanlar o'zlari uchun. Haydab ko'rdim, mashinamizning yurishlari juda ham zo'r o'rtoqlar. Bemalol kelib, shoshilmay tekshirib xarid qilinglar.